Demek navbatdagi mavzu chiziqli tenglamalar. Demek mavzumuzdan ham ko'rinib turibdiki, demek chiziqli tenglamalar, ya'ni o'sha o'zgaruvchi x qatnashgan tenglamalar deb qaraydigan bo'lsak, demak bu yerda o'zgaruvchi x ning darajasi birinchi darajadan iborat bo'ladi. Ya'ni mana bunday ko'rinishdagi tenglamalarni misol keltirish mumkin. Masalan 2x plus 1 barobar demek 7. Ushbu tenglamamizda demek mana x birinchi darajada yoki 2x minus 1 ko'paytirilgan 2,3 minus x plus 1 demek qog'oz ichida ko'paytirilgan 3,2 barobar masalan 4,1 ko'paytirilgan x minus 1. Ushbu tenglamamizda ham demek chiziqli tenglama deb atashimiz mumkin. Demek xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demek x o'zgaruvchi, ya'ni o'sha noma'lum birinchi darajada ishtirok etgan tenglamalarga demek chiziqli tenglamalar deb aytiladi. Bunday tenglamalar o'sha ifodalarni soddalashgan holatda, ya'ni o'zgaruvchi x larni chap tomonga va ozod hadlarni o'ng tomonga o'tkazish yo'li bilan yechiladi. Masalan, birorta misolni oladigan bo'lsak, mana 4,2 ko'paytirilgan mana x plus 1 minus 3,1 ko'paygan x minus 1 barobar masalan mana 7,2 ko'paytirilgan x plus 1. Ushbu tenglamani mana yechish taklif qilinadi. Albatta bu yerda dastlab o'sha qavslarni ochib chiqamiz. Mana barcha o'sha x qavslar oldidagi koeffitsiyentlar qavs ichidagi ifodalarga birma-bir ko'paytiriladi. Hosil bo'lgan demak tenglikning barcha noma'lum hadlari chap tomonga o'tkaziladi. Ketma-ket. Albatta o'sha qaysi joyini o'zgarishi natijasida oldagi ishorani o'zgarishiga ahamiyat berish zarur. Mana 7,2x chap tomonga o'tgani bois oldida demak minus paydo bo'ldi. Qolgan demak ozod hadlar ham xuddi shu tartibda demak mana bu yo'sinda ishorasi o'zgargan holatda o'ng tomonga o'tkaziladi. Tenglikning demak chap tomonini ixchamlaydigan bo'lsak, masalan, mana shunday holatlarda taklif qilinadi. Mana 4,2 dan 7,2 ni ayirish maqsadga muvofiq. Sabab o'sha 0,2 0,2 ikkala holatda ham bir xil bo'lgani sababli bu ayirma minus 3x ga teng. Hamda mana bu minus 3,1 x ni inobatga oladigan bo'lsak, minus 6,1 x aniqlanadi. Xuddi shunday demak tenglikning o'ng tomonda ham minus 4,2 va plus 7,2 ko'rinib turibdiki, bu ushbu yig'inda demak 3 ga teng, butun 3 ga teng. 3 dan 3,1 ni ayirishimiz bilan demak natija 0,1 ga teng bo'ladi. Va bu yerda mana x ni topadigan bo'lsak, albatta minus 0,1 ni minus 6,1 ga demak bo'lamiz. Bu ushbu bo'linmani demak kasr ko'rinishida yozish maqsadiga muvofiq ishoralarni birdaniga o'sha ikkita minus bo'lgani sabab tashlashimiz mumkin. Va bittadan xona birligini so'radigan bo'lsak, demak javob 1/61 tariqasida bo'ladi. Ushbu tenglamaning javobi demak mana 1/61. Ayrim holatlarda tenglamani osonroq holatda ham ishlash demak mumkin. Masalan, 4,3 minus x aytaylik mana bo'lamiz. 2,3 dan 1 barobar 3. Ushbu tenglamada demak mana bo'lish ishtirok etilyapti, bo'lish amali. Ba'zida ko'pchilik buni o'sha qovuslarni birdaniga o'sha bo'lishdan foydalangan holda, ya'ni mana bu 1/4 sonini ushbu bo'luvchiga hamda x ni ham ushbu bo'luvchiga bo'lib, keyin o'sha tenglamani yechishni davom etishadi. Tenglama yechish qoidasiga asosan aslida yaxshilab ahamiyat berilsa, bu yerda demak mana bu bo'luvchi bo'lib ishtirok etayotgan ozod had, ya'ni oddiy 2,3 sonini biz o'ng tomonga ko'paytirish amaliga almashtirgan holda o'tkazishimizga haqqimiz demak bor. Buni natijasida demak chap tomon o'zgarishsiz qoladi va bu noto'g'ri kasrga aylansa 3 dan 7 soni hosil bo'ladi. 3 larning qisqarishi natijasida u demak butun 7 ga teng. Demak mana 7 ga teng hamda x ni topadigan bo'lsak 4,3 minus 7. Natija demak minus 2,7 ga teng bo'ladi. Chiziqli tenglamalarni demak ko'pchiligi juda ham sodda ko'rinishda bo'lib, bundagi demak misollarni yechish unchalik ham o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, xuddi shu chiziqli tenglamalarga misol tariqasida demak o'sha proporsiyalar
ko'rinishdagi tenglamalarni ham aytish mumkin. Masalan, mana x plus 2,1 bo'lingan, demak 3,2 dan 1 barobar 3x minus 1 demak bo'lingan masalan 7 aytaylik. Ushbu tenglamani yechishda shu proportsiyani xossasidan foydalanish maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni mana bu birinchi xat, mana bu ikkinchi, bu uchinchi va to'rtinchi. Tabiiyki, birinchi qovus va oxirgi demak ozod xat bu chetki xatlar, o'rtadagi 3,2 dan 1 va 3x minus 1 xatlar esa u o'rta xatlar hisoblanadi. Ularning demak mana ko'paytmasini o'zaro tenglashtiramiz. Mana 7 ko'paytirilgan x plus 2,1 bu demak 3,5 deb yozish mumkin buni. 3,2 dan 1 ni 3x minus 1. Mana shu holatda demak agar biz xohlasak tenglikning ikkala tomonini 3,5 ga bo'lishimiz mumkin. Mana shunaqangi demak holatlarni ko'zdan qochirmaslik maqsadiga muvofiq, sabab o'sha ifodamizni birdaniga soddaroq holatga keltirishimizga demak sabab bo'ladi. 3,5 ga demak mana bo'ladigan bo'lsak, bu yerda demak 2 x plus 2 da 1 o'zgarmaydi. Bu yerda demak mana 1 qolsa 3x minus 1 ga teng bo'ladi. Natijada ushbu qovuslarni demak mana ochib chiqamiz mana. 3x minus 1. Endi x larni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, minus x 4,2 ni bu yoqqa o'tkazsak, demak minus bilan o'tadi hamda natija x barobar 5,2. Ya'ni o'sha musbat son hosil bo'ladi. Ba'zi bir tenglamalarda demak o'sha tenglamani yechish uchun uni bir soddaroq ko'rinishga keltirish talab qilinadi. Masalan, mana bu kabi x taqsim 3 demak, x taqsim 15 plus x taqsim 35 plus demak x taqsim 63 plus x taqsim demak mana 99. Bu ham barobar aytaylik mana 100. Ushbu tenglamani demak mana yechish talab qilinyapti. Ko'rinib turibdi, bu ham haqiqatda x birinchi darajada barcha ifodalarda hamda u o'sha chiziqli tenglamalar safiga kiradi, ya'ni chiziqli tenglamaga misol bo'la oladi. Ushbu tenglamani yechishdan avval bu tenglamaning chap qismi haqida demak mushohada yuritish zarur. Sabab bu sonlar qandaydir demak shu xususiyatga ega ekanligiga ahamiyat berish kerak. Bu yerda keling x ni hammasi ko'paytuvchi sifatida qavusdan chiqaradigan bo'lsak, demak 1 taqsim 3, ya'ni 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 3. Ikkinchi qo'shiluvchi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan demak 5. Uchinchi 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 7. To'rtinchi 1 taqsim 7 ko'paygan 9 hamda beshinchisi 9 ko'paytirilgan demak 11 barobar 100 holatda yozish mumkin. Demak bizga ma'lumki ushbu ifodani mana 1 ko'paytirilgan 1 ko'paygan 3 ni mana bu holatda tasvirlashda maqsadga muvofiq bo'ladi. Navbatdagisida ham demak 1 ko'paygan 1 taqsim 3, bu 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 3. Haqiqatda shu ifodani soddalashtirsak, ikkalasini aynan bir xil ekanligiga demak shubha qolmaydi. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 5. Bu ham 1 taqsim 2 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5. Haqiqatda umumiy mahraj beradigan bo'lsak 5 bu yoqqa 3 bunga. Demak suratdagi ayirma 2. 2 bilan 2 qisqarish natijasida 1 ni beradi. 3 kara 5 mahraj esa o'zgarmas. Demak ushbu yozuvlar hammasi demak to'g'ri. Navbatdagi yozuv bu tartibda bo'ladi. Keyingisi xuddi shunday demak mana 7 ko'paytirilgan 9. Mana bu holatda yoziladi. Mana oxirgisi 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11. Ahamiyat bersak, barcha qo'shiluvchilarni tengliklarimizni o'ng tomondagi shaklda yozadigan bo'lsak hamda 2 dan 1 ni qavusdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, ichkarida demak mana 1 minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 va plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim demak o'sha 11 degan yozuv demak bevosita paydo bo'ladi. Barobar demak 100 ga teng. Bu ifodalarni demak soddalashtirish oson. Ko'rinib turgan holatda 1 taqsim 9 lar qisqaradi va natijada x ko'paygan 1 taqsim 2 qolishdi 1 minus 1 taqsim 11 barobar demak mana 100 ifoda hosil bo'ldi. Qovusning ichida bajaradigan bo'lsak, u qovusning ichida degan ifoda 11 dan 10 hosil bo'ladi, mana 100 ga teng. Hamda bu yerda x ni topadigan bo'lsak, demak mahrajdagi 2 va 11
tenglikning o'ng tomoniga ko'paytma tariqasida o'tkaziladi. A esa 10 ko'paytuvchi esa bo'linadi. Natijada javob o'sha 220 ekanligi ko'rinib qoladi. Demak, ushbu tenglamaning javobi demak 220. Yoki bo'lmasa x ko'paytirilgan mana 2 plus 1, 2 ning kvadrati plus 1, 2 ning 4-inchisi plus 1, 2 ning 8-inchisi plus 1, 2 ning demak o'sha 16-inchisi plus 1, 2 ning 32-inchisi plus 1 barobar demek 2 darajasi 64 minus 1 tenglamani yeching. Deyarli ushbu tenglama ham x ni topish orqali aniqlanadi, ammo bu yerdagi o'sha ko'rinish yoki o'sha ozod xat sifatida yoki x ni ko'p oldidagi koeffitsient sifatidagi ifoda o'quvchilarni juda shoshirib qo'yadi. Bunday holatlarda quyidagi ayniyatdan foydalanish maqsadga muvofiq deb bilamiz. Demak, a plus b ko'paytirilgan demak a kvadrat plus b kvadrat, a4 plus b4, a ning 8 darajasi plus b ning 8 darajasi, a ning 16-inchisi plus b ning 16-inchisi, a ning 32-inchisi darajasi plus b ning 32-darajasi. Ushbu tenglikning, ya'ni ushbu ko'paytmaning aniqrog'i demak, ko'paytmaga a minus b ifodasini suratga va ko'paytiramiz va maxrajiga ham yozamiz. Ya'ni a minus b ga ko'paytirib ushbu ifodani bo'lamiz. Natijada a minus b, a plus b ko'paygan holatda a kvadrat minus b kvadratni a kvadrat minus b kvadrat, a kvadrat plus b kvadrat bilan demak a 4-inchisi minus b ni 4-inchisi daraja ifodani va hokazo demak a 4-inchisi plus b ni 4-inchisi ifoda bilan ko'paytirilsa a ni 8-inchisi minus b ni 8-inchisi hosil bo'ladi. Shu tariqada demak davom ettiriladigan bo'lsa, ushbu ifoda demak aynan mana a ni 64-inchisi minus b ning 64-inchisi bo'lingan demak a minus b ko'rinishga keltirish mumkin. Xuddi shu demak ayniyatdan yuqoridagi tenglamada foydalanamiz. Bu yerda tabiiyki o'sha aytish mumkin a 2 ga teng hamda b esa 1 ga teng deb izohlash mumkin. Mana joyiga qo'yib haqiqatda ham ishonch hosil qilish mumkin a va b ni. Buning natijasida demak mana tenglamamizning chap tomoni tabiiy ravishda mana bunday ko'rinish oladi. A va b ning qiymatlariga muvofiq mana 2 minus 1 demek mana 1 ga teng bo'lganligi boisdan mana 64 minus 1 bilan 64 minus 1 ko'rinib turibdi-ku, x ni topish uchun demak ular o'zaro demak bo'linadi. Natijada o'sha 1, ya'ni tenglikning x barobar 1 qiymatida ushbu tenglama o'rinli ekanligi demak kelib chiqadi.